Xo'p, buni 2 qopini yuklang. Buni Rizoxonga. Bo'ldi. Hop. Keyin buni 2 qopini Adborini Xayrullo akaga olib kirib berasiz. Hop. Ukamu. Mansur aka hozir Osh qilsak bo'lardi-da, oshni yaxshi ko'rardim-da. Oshni nima qilasan? Deb boshiga yurish jo'nga dedi. Kartoshkangiz nechi pul? Bundan ko'ra pirojok qilaylik. Toqqa boryapmiz-ku. Nima deysan sen? Menga farqi yo'q. Endi men bunaqasan, hozir nastroyeniya yaxshi edi. Nima bo'ldi? Yaxshi xabar. Doston ukam bormisan? Ukam yaxshimisan? To'xtang, muncha yopishasiz. Tanimadim, kimsiz? Uka. Mazza yo'qmi? O'z akangni tanimayapsanmi? Dostonni akasimi bu? Bilmayman. Doston kim bu? Akammi? Yo'q. Bilmayman, menimcha adashyapti. Kimgadir o'xshatyapti-da. Bor uzr, adashibdi. Hop, narsalarni olib bo'ldik. Bo'lmasa narsalar shu yerda turib turarsan-a? Ichkariga kirib go'sht olib chiqamiz. Bo'ling. Ha, ketdi. Kirib shunday go'sht olib olsa, Shunday kirib, mana shu do'kondan suv olib turinglar, men hozir yetib olaman, arqalang. tezlash bo'lmasa. Bo'ldi. Aka, baqa yuriysiz. Menga qarang, aka, nima qilib bu? Nima yopishib olaverasiz? Hammaning yonida ko'rsangiz ham ko'rmaganlikka oling deganman sizga, aka.